Nimaga hammasi boshqa joyga yotibdi, chalkash-pulkash bo'lib. Hammaga salom do'stlar, men atim Kompot dengizim yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, mana qaranglar, hammasi chalkash-pulkash bo'lib yotibdi. Instrumentli bitta joyda turish kerak. Kecha men to'g'rilab qo'ydim, birini bu joyda turish kerak, ovqatlar boshqa joyda turish kerak, qimmatbaho izomli telefonlar boshqa joyda turish kerak. Mana mashaq tursadi endi do'stlar, kechagina to'g'rilab qo'ydim bilan. Ana bo'ldi do'stlar, mashaq tursadi endi. Ana chiroyli bo'ldi, endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Nima kim keldi? Kim eshigim taqlatotdi? Qani ochib ko'rlichi, tak. Kim u? Oho, salom qishloqqa. O, salom Kompot, yaxshimisan? Ha, yaxshiman qishloqqa. Nima kayfiyat yo'qmi sani bugun? Ha, Kompot, xullas meni kayfiyatim yo'q, chunki bitta yangilik olib kelganman-da, g'alati yangilik desam bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? Tezroq gapira qol, qishloq nima bo'pti? Xullas Kompot, sen dodani bilasan-ku, oldingi videoda chiquvdi. Qaysi doda? Ha, anu dodami sal aqli ketgan, lekin u aqli ketgan bo'lsa ham yaxshi masxara qiladi, yaxshi kuldiradi bizani o'shami? Ha, Kompot, xullas o'sha doda o'sha qanaqa tushuntirsam sanga, ketib qoldi. Nima qayerga ketib qoldi? Tushunmadim. Bizani qishloqqa bosh kelmaydimi endi? Boshqa qishloqqa ketib qoldimi? Nima bo'lyapsan o'zi? Xullas Kompot, ketib qoldi, aytolmagu sanga, chetga ketib qoldi. Xullas osmonga ketdi Kompot. Nima? Rostdanmi shunaqa degan? Meni aldamayapsanmi? Ha, yo'q, Kompot, rost aytolman sanga. O'sha kayfiyatim yo'q. O'sha shaharda xaylash bo'ladi. Shaharga borgan xohlasan, xaylasham shu doda bilan osmon ketib qoldi. Tushundingmi, to'g'rimi? Ha, tushundim. Qishloq obbo do'stlar, mana qaranglar. Qishloqni hamma gapirgan gapini eshitdinglar, do'stlar. Doda tepaga uchib ketib do'stlar, doda o'tib qopti. Obbo, rostdan voy, yaxshi doda edi. Asal axir ketgan bo'lsa ham, lekin yaxshi hazillashardi, bizlar bilan qishloqqa kelib turardi, o'ynab turardi. Ha, blender bilan qazmaysan, mana endi tishlaringni blender bilan qazmayar. Ha, bu qani, bu qolib ketdi, bu video olib ketdi mana endi. Nima deyapsan? Qattiq ishlarim chiqsam bo'ladi, prosta qo'ziqonlarim chiqasib kelsam bo'ladi, qo'ziqonlarimni. Nimaga bu hammasi yorqin qo'yib, joyini ajratib qo'yibsan, prosta ishlarim qilishim kerak edi, san qanaqa qilaman endi, seni bilib qo'lashanlar-yu. Doda, xullas do'stlar, shunaqa bo'ldi. Oldingi joyni ham chiquvdi doda, zo'r doda edi. Sal aql ketgan bo'lsa ham mayli endi. Zato yaxshi hazillashardi, yaxshi kuldirardi, bizani qishloqqa kelib o'ynab turardi, ular videolarda. Mayli endi hozir shaharga boraman, ular xarlash kerak endi, doda bilan qadishadimi bilmayman. Xullas hozir taksi chaqirib boraman. Birinchi bo'lib kiyim olish kerak, hozir bunaqa yorqin bormayman-ku axir xaylashga. Mana bo'ldi, shunaqa kiyim oldim do'stlar. Bo'ldi, endi dodaning yoniga boramiz. Bunaqa gullar oldim, taksi ham chaqirib qo'ydim. Hozir kelyapti o'sha taksi qani ekan? Do'stlar, mana bo'ldi, men shaharga yetib keldim. Qani ekan doda, mana shu lokatsiyaga yuborishdi menga. Hop, qishloqlar ham bo'lish kerak, adashmasam. O'tda men chaqirishdi, qani doda? Ha, ana turibdi ana doda. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ha, qaz bo'ldinglar o'sha qishloqlar. Ha, Kompot bo'ldi, mana qaz bo'ldi endi. Doda menga yetib qo'ydi bunaqa narsa aytishi. Xullas bu yaxshi doda edi. Hamma bu dodani yaxshi ko'rardi. Albatta yaxshi ko'rardi. Mana yana keldim sanani oldiraringga. Bo'ldi, zo'r o'xshadi, lekin Yegor zo'r qilsan. Nima tushunmadim, qo'rqitording-ku doda, tushunmadim. Axir sen ketding-ku tepaga, ketding-ku. Nima bo'ldi doda senga? Qanaqa chiqib keldin? Qishloqlar nimaga aytibsizlar Kompot kelishini? Axir yaxshilab tayyorlanardim. Salom Kompot, anchadan beri sen bilan ko'rishmadi. Yaxshi o'xshadimi lekin? Nima yaxshi o'xshading? Nima meni masxara qilyapsizlarmi? Yo'q, Kompot, nimaga seni masxara qilyapmiz? Prosta bu yerda bayram bo'lyapti. Mana sen gul olib kelding, seni qashshudi axir. Meni qashshudi. Bunaqa gul yaxshi ko'rmayman. Roza-ku axir, men tulpan yaxshi ko'raman-ku. Zo'r o'xshadi, lekin doda, yana videoga yetib qo'yilib pankekli Kompotga ham Kompot ham kepti-yu. Kompot, rostdan ham nima deb o'ylading sen axir? Men nima deb o'yladim axir? Sen tepaga ketib qolding, nima o'lib qoldingmi deb o'yladim doda endi. Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapiraversanmi? Kompot, prosta repetitsiya edi bu, prosta bayram edi. Bir yilda bir marta, hayotda bir marta bo'ladi. Qishloqlar meni aldadinglarmi degan. Yo'q, repetitsiya deyish esdan chiqib qolibdi, prosta. Kompot, prosta biz hazillashayotgandik, Kompot, prosta biz shunaqa qilyaptik. Nima qilyaptik deydi doda, meni qo'rqitib
qo'rqitordinglar-ku axir sizlar bilan xaylashamanmi deb o'ylanman уже siz bilan dodam. Nimaga qilasan, unaqa qilasan, kompot qo'rqitmagin meni, просто shunaqa repetitsiya qilyotgandek o'rganyotgandek. Bo'pti dodam, men ketdim, men o'zim qishlog'imga, unaqa kerak emas menga hazillashish. 3 soat keldim, cho'slam shu yoqqa. 3 soat deysanmi? Bo'pti, meni ko'rishga keldik-ku axir. Nima deyapsan endi? O'lib qoqliymi deysan? Просто biz repetitsiya qilyotgandik-ku axir. Sizlar meni aldinglar, hammanglar aldadinglar. Hech qachon repetitsiya qilmadinglar menga. Haqiqiy o'lib qoldingmi deb o'ylayman. Bo'pti, o'zim qishlog'imga ketdim. To'xta, kompot nimaga deysan? Axir biz bayram, hozir endi kulgu qilamiz. Nima deyapsiz? Kulgu nima aylanamizmi hozir endi? Yo, men qishlog'imga boraman. O'zinglar aylaninglar. Sizlar meni aldadinglar. 3 soat shu yoqqa keldim, cho'slam endi. O'zim qishlog'imga boraman. Bo'pti doda. Kompot nimaga unaqa qilasan? Axir biz hozir aylanamiz-ku. Keyin kompot nima kelaman? Qanaqa repetitsiya deyapsizlar? Xullas kompot просто o'ynashyotgandik, biz hazillashyotgandik. Nima yomonmi shu? Albatta yomon. Bo'pti, men ketdim, men o'zim qishlog'imga haqiqiy yo'q qoldim deb o'ylasam, qo'rqib ketdim, men zo'rg'at talab kelayotgandim. Zato o'xshadimi, kompot o'xshadimi tamom bo'lganim? Albatta o'xshadi. Endi men ishonga olman, zo'rg'at talab kelyapman, xafa bo'lib, doda bo'ldi, boshqa yo'limni qilib bizani kuldiradigan desam, bu bizam kompot, ketmagin iltimos kompot, hozir video bo'ladi. Ovqat yeymiz, mazza qilib ovqat yeymiz. Qanaqa pirog yeyapti? Menga yetkazib pirog olib beraman. Olchaliymi, nima kompot ichiyapti? Qanaqa pirog yeyapti? Hech qanaqa pirogim kelmayapti, men ketgim kelyapti doda endi. Xullas kompot nima menga sovg'a berayapti, men endi bayramga oldindan sovg'a berib qo'yaqa. Qanaqa sovg'a oldindan berib qo'yman, hech qanaqa sovg'a deysanmi? Hozir to'xtab bittalar so'ylab topdim. Mana senga men stol kerak emasmi qilib. Nima qilasan, kompot ustimga qurolsanmi? Darmali sovg'a kerak menga. Sovg'a deysanmi? Sovg'a olib keldim, hozir mashinamni qolib ketdi, hozir olib keldim. Bo'ldi, kompot seni shodda kutib turaman bo'lsam men. Hozir sekin do'stlar, bo'pti, hozir doda mashinada qolib ketdi endi mana. Bo'ldi, endi surish kerak, taksi qishlog'imga qaytar. Mana do'stlar, qishlog'imga ham yetib keldim. Men aqlidan ozgan doda, men aldadi qishloqlar, meni aldadi, lekin men taksida surib kelyapman. Zo'rotalab o'zi shu yoqqa bordim, men shaharga ati meni aldashgan ekanda, qo'rqib ketdim ham, doda tamam bo'ldimi desa, boshqa videomda chiqib yedim desa, bo'ldi, endi mazza qilib dam olaman. Cho'chitording-ku doda, nima qilsan? Men o'yimda qanaqa bu yoqqa yetib keldim? Kompot, yaxshimisan? Tez yetib kelding-san, sekin yetib kelasan, buni o'ylaman. To'xta, qanaqa qilibsan? Mendan keyin chiqib ketding, qanaqa mendan tez yetib kelasan? Taksida yugurib tez keldim-ku axir men. Nima deyapsan, axir mendan super puper transportdan bor-ku, kompot ko'rmayapsanmi? Nima bu endi dodam? Kompot, nima tushunmayapsanmi? Transport qaryapsiz, axir juda ham tez yuradi-ku, sandigina tez yurganda u bundan oldin vaqtida yurdi, men hozir bunda yuraman. Nima deyapsan, doda, iltimos meni tinch qo'ygin, hazillari o'xshamayapti bu rostdan ham. Do'stlar, chiqib tur, iltimos kiyim oling xachabi, men buni qaragan. Oldingi videoda o'zim meni qo'rqitgansan, hech qanaqa kiyim biysan, oldingi videoda qo'rqib ketaman men. Nima qilgansan oldingi videoda? Endi seni qo'rqitishga qaror qildim. Juda ham zo'r qo'rqitding, rostdan ishonib ketdim men. Bo'ldi doda, iltimos chiqib turgan kiyim oling, iltimos dam olib oling, zo'r tilab kelyapman o'zi o'tdan. Kompot, nimaga deysan? Senga zo'r narsa aytib beraman. Kompot shunaqa o'tirgan juda ham qo'rqinchli narsa aytib beraman. Nima ekan? Xullas kompot juda ham qo'rqinchli narsa aytib beraman. Xullas kechasi bitta bola ko'chaga chiqib ketibdi, dog'sholarni ko'rib qopti. Nima inmi bo'pti, dog'sholarni ko'rib qopti? Xullas kompot dog'sholarni tillari bilan yeb tashabdi. Tilla bilan yegandan keyin kasal bo'lib qopti u kelgan bola. Nima kasal bo'lib qopti? Nima deyapsan doda? Eshit kompot, nima bo'lganini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Keyin tuzalib ketibdi kompot. Nima tuzalib ketibdi? Obbo, chotki doda, bo'ldi, endi tinch qo'yasanmi? Ish bo'lmadi hali kompot. Tuzalib ketsa oddiy bo'lmaydi. Oddiy tuzalib ketib bari juda ham tez tuzalib ketdi kompot. Chosam kasal bo'lib qoldi-ki, juda ham tez tuzalib ketdi. Bu doda, iltimos meni tinch qo'ygin. Iltimos uyimga kirib o'rmagin. Nima qilay? Nima qilsam tinch qo'yasam? Ish qilishim kerak-ku axir. Nima menga ish qilib berasan? Mana senga matiga boran, dehqon ishlarimni qilib ber. Boshqalarga ishim yo'q, senga kompot, nima qilaman senga ish qilib? Bor o'zi ish qil. Bo'lmasa meni tinch qo'yib, bizani qishloqdan ketgan. Shunaqa qolsin kompot, men ham o'ylamoqchi edim-ku axir. Keldi bizani shaharga tezroq repetitsiya qilamiz, yana bayram qilamiz. Zo'r o'xshayotdi-ku axir. Nima zo'r o'xshayotdi? Boring ham shaharingga, o'z zo'r otilab yoqyapman.
bo'pti dodam, men ishimni qilishim kerak. Bo'ldi, seni eshitmayapman. La 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 la, seni eshitmayapman. Tushunmadim, nima darsdan endi? Bo'ldi, men gapiraman. Men seni eshitmayapman. Kompot, bitta dars so'roqchi deyman. Mana shaharga borib repetitsiya qilamiz. Zo'r bayram o'tadi-ku axir. Ovqat yemadik hali. Qanaqa ovqat, qanaqa bayram, repetitsiya nima deysan? O'zi hammanglar meni aldadinglar. Yana ustiga ustimdan kulyapsizlar ham. O'zi rostdan bo'ladim tamom bo'ladi deb. Kompot, xullas yana bitta narsa aytmoqchi debdi. Sen daraxtlar bilasan-ku axir qaysi biri yaxshiligini. Nu bilaman qaysi daraxt yaxshiligini. Xullas kompot, dub yaxshimi yoki oddiy daraxt yaxshimi? Voy nima deysan doda? No, paket yaxshi bo'lsam oddiy paket sanga, magazinni paketdan. Ustidan qo'lasanmi kompot? Qanaqa paket deysan menga? Bo'pti doda, meni tinch qo'ygan, o'zi qo'rqib ketdim. Men qo'rqitording u bugun meni. Bo'pti kompot, men shaharga borib qo'ying, seni tinch qo'yaman. Bo'ldi, shaharga borib qo'ysam bo'ldimi seni? Mana super kalaskamda borib qo'y. Mana benzin ishlaydigan kalaskamda. Mana to'xta, benzin qo'yish kerak axir bu kalaskamga. Nima? Benzin deysanmi? Qanaqa benzin qo'yar bu kalaskanga? Oddiy kalaska-ku axir. Benzin qo'yish kerak emas bu kalaskanga. Nima deysan? Kuldirmagin meni. Nima? Benzin ishlaydimi? Nima? Gazda ishlaydimi axir bu? Nima? Qanaqa gaz? Hech qanaqa gazda ham benzinda ham ishlaydi, qo'lda ishlaydi, tushunasizmi? Bo'pti, sizlar like, bosib, obunasiz chiqmasa, hammaga qarab budadan shaharga borib qo'ying.